Hammaga salom. Sizlar bilan IT Community TV. Men Shohjahon Muhammad Aminov va biz boshladik. Bizda birinchi yangilik bu 1600 nafar ishchi AI sababli o'z ishidan ajraldi va bu yirik Atlassian nomli kompaniyada sodir bo'ldi va ular oylikdan bo'shagan pulni endi AI texnologiyalarini rivojlantirishga sarflashmoqchi. Xo'p, bizda ikkinchi yangilik, siz o'zingizni AI modelingizni yaratmoqchimidingiz? To'xting, shu yerda to'xting. Chunki bu ishni endi sizga Nvidia o'zi qilib bermoqchi. Nvidia kelgusi 5 yilda 26 milliard dollar pulini AI modellar yaratishga sarflamoqchi va bunday modellarni keyinchalik siz o'zingiz uchun yuklab olishingiz, o'zingizni shaxsiy assistentingiz sifatida ishlatishingiz va hatto bu bilan qo'shimcha proyektlar qilishingiz ham mumkin. O'zbekistonda keyingi Silicon Valley rostdanmi? Endi chet ellik IT mutaxassislar O'zbekistonga kelib o'z kompaniyalar qurishi va boshqa hamkorlik qilishini osonlashdi. Bu IT vizaning imkoniyati yanada oshgani sababli endi chet ellik nafaqat IT mutaxassislar, balki startaplar va texnologiyaga oid investorlar ham O'zbekistonga tashrif buyurib, yashashi, ishlashi va o'z firmalarini qurishi mumkin. Bu bizga O'zbekistondagi IT sohasini yana kuchaytirishimizga sababchi bo'ladi va Silicon Valley tomon yana yaqinroq borishimizga ham o'z hissasini qo'shadi. Sizlar bilan IT Community TVning ikkinchi soni bo'ldi. IT Communityga qo'shiling. E'tiboringiz uchun rahmat.